Agarda sizning ham uyingizda mana bunaqa bo'rdoqiga boqilayotgan buqalar bo'lsa, bu videoni albatta ko'ring. Chorvangizni yaxshi saqlash va ularni parvarish qilish bo'yicha ma'lumotlar qiziq bo'lsa, Abduvohid Vet kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Bo'rdoqiga buqa olib keldingiz va birinchi navbatda qilinadigan ishlar hayvonni ichki tashqi parazitlardan tozalash hamda multivit mineral hamda amino kislotalardan iborat bo'lgan vitamin komplekslaridan foydalanilsa, hayvoningizni semirishi, o'sishi hamda ozuqaning yaxshi hazm bo'lishini ta'minlab beradi. Ukol qilish tartibi 3 marta 1 haftalik tanaffus bilan qilinsa, kutganingizdan ham yaxshi natija beradi. Bu videoni bo'rdoqiga buqa boqayotgan va ularni qanday qilib yaxshi va sifatli semirtirishni bilmayotgan do'stlaringizga yuboring.